Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugün yangi harf olamiz. O harfning ismi do edi. Bu harf qatı oqilashak. Yozib qo'yik. Qatı harf. Ham endi bu harf faqat arab tilindagina bor. Ham shunday aytimda bor. Arabskiy yazık harfi do degan aytim bor. Bu harf so'adi harfi simon yozilashak. Tik nuqtasi bilangina ayriladi. Shunday kelar. Agarda harfning ustida fatha bo'lsa, u do deb o'qiladi. Qatı harf dy. Du. Bu harf tilning yoni bilan aytiladi. Hafatul lisan. Tilning o'ng yog'i o'ng tishlarga tegadiga tegish yoki tilning so'l yog'i so'l tishlarga tegadi yoki endi tilning ikki yog'ida tishlarga tegib aytiladi. 3 variant bor. Hozir endi kitobni ochamiz. Ham 14-bitda bu yangi harf. Do, dy, du. Doyfu. Yumshoq harf. Dot harfi qatı. Adlu. Dahbu. Dabtu. Dafu. Ardu. Madribu. Midrabu. Id. Dot harfining sifati bor, istitoli degan, продвижение. Tilni ezgina cho'tikkina olg'a itiriga kerak bo'lashak, u sukun bilan bo'lganda. Idribu. Tadribu. Aldribu. Tilni olg'a itamiz. Aytgan vaqtda daraba. Yaldaribu. Is sin yumshoq. Istal sin yumshoq, ta yumshoq, dot qatı harf. Istal ayn yumshoq. Istald'afa. Yes sin yumshoq. Yastald olg'a itamiz tilni. Yastad'ifu. Shuning bilan dars tamom. Bu so'zlarni har birisidan kimida 2 topqir har bir so'zni ko'chirib yozishga kerak bo'ladi daftarga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.